Yil o'rilmayli yoqqan tunji qor tezli erib Turpan shahrini patqoq qilib etgan edi. Sultan Uvaysxonning qazo qilganligidan xabar topgan shahar xalqi bu shun xabarni pichirlab degidek bir-biriga yetkazishyapti. Chiroylarda yig'ir bir motamning soyisi alang etdi. Gerçi ordudan tek resmi yusunda motam jakarlanmagan bo'lsa, bir qism kishilar o'zligidan qorliq kiyimlarini kiyib olgan edi. Ko'cha rastlarda odamlar to'lib shalong edi. Ammo shahar va ordu sepilida muhofazachi lashkarlar xiyli ko'payib qolgan bo'lib, qarmoqqa kishiga allaqanday bir vahima, tashvish, xotirjamsizlikdan bishorat beradi. Orduning ichidami ordu muhofazachilar qo'shinining yasovullari mongdan birdikda qetib turishadi. Uyoq bu yoqqa menib turgan xizmatkor mahramlar Shohnishin tarafga ansiz qarab qo'yishadi. 3 kundan beri yig'izor ozi ichishlar bugun shappada bisilib qolgan edi. Shohnishinning ichi o'nlagan otashdan yelinjayotgan qarag'ay, o'rik o'tunining cho'g'ining taftida bahordek ilib ketgan bo'lsin, lekin kishiga to'lin sovuq tuyg'u beradi. Shohnishinga ordudagi barliq cho'ng kichik amirlar jam bo'lgan bo'lib, to'rdagi yo'lbos terisi silingan oltin taxt bo'sh edi. Taxtning to'lan tarafidagi kursida dadasining ulusbeklik martabasiga varislik qilgan Mir Muhammad Shoh qopqini turib o'tiradi. Uning yanida jiyani, lashkari divanning amir kabiri Saydali olib tamkin qiyofatda o'ri turadi. Bularning qarshi tarafida taxtning yanadagi nefis ipak pardining orqasidagi kursida cho'ng xonish Davlat Sulton Maliki bilan kichik xonish Kuntira og'cha beshini tuvan silib o'tiradi. Barliq xuy mijozi buvisi Ulusbegi xudoylikni tatgan Saydali olibning chiroyidan ishga to'g'risini bilmak to'limi qiyin edi. Sulton Uvaysxon qazo qilgandan keyin xonlikning oliy huquqi uning qo'liga o'tgan edi. Amirlar Ulusbegi Mir Muhammad Shohdan ko'ra Amir Kabir Saydali olibdan bakrak ayminatdi, tattatdi. Saydali olib Shohnishindagi amirlarga bir nazar tashladi. Shu topda u Sulton Uvaysxonning o'limiga bo'lgan qayg'u hasratini bildirib turgan amirlarning chiroyidan ishga to'g'risini, o'y xiyolini, maqsad muddasini bilib olmoqchi bo'lgandek qiladi. Ko'zlari Saydali olib bilan uchrashib qolgan amirlar darhol ko'zlarini ap qochadi. Saydali olibning ko'zi Irazon Borin va Mirak Turkmanning ko'zlari bilan to'qnashdi. Chiroylardan qayg'u hasratdan ko'ra kuchli g'azab, norozilik ifodalanib turgan bu ikki sarkarda Saydali olibga mansitmaslik nazari bilan qarab turishadi. Ular bir necha daqiqa ko'z jingi qilishdi. Nashtardek tikilgan adovatli ko'zlardan bir-biriga qanchalik yo'l qo'ymaydiganligi chiqib turadi. Xon oliylari bu qitimqi yurishda qiynatisining lashkariy ko'magini qabul qilmasa bo'pti ekan. U chog'da qiynatisining mono ikki sarkardasi ordumizda bundoq otqarchilik qilish petnamga bo'ladi, deb o'yladi Saydali olib ularga mixdek qadilib turib. O'z vaqtida jannat makon xon oliylarini ranjitib qo'yishdan voyim yeb, bu haqda eg'iz ichishni biyab ko'rgan ekanman. Xon oliylarining bundoq tuyuqsiz qazo qilib ketishini kim bilsin? Ixtilofning cho'ng chiqdi mana. Shu chog'da Issiqko'l vodiysiga yurish qilishdan avval Sulton Uvaysxon qaynotasi Turkiston amiri Amir Shayx Nuriddin lashkariy yordam talab qilish taklifini bergan edi. Mirza Ulug'bekning lashkarlarining soni biznikidan nechasi ko'p degan edi Sulton Uvaysxon. Uning ustiga biz Mirza Ulug'bekning tasarrufida jang qilamiz, qurol-yarog', oziq-tulik masalasini o'ylashmaymi bo'lmaydi. Shunga qaynotam bilan ko'maklashayli. Hech bo'lmasa oziq-tulik yordam qismi hisob. Shu kunlarda Saydali olib tuyuqsiz og'rib qolgan bo'lib, Sulton Uvaysxon uni lashkariy yurishga qatnashmay, ordida qilib qilishga buyurgan edi. O'zi xon bilan birga jangga boramaganlik uchun uning ustiga Sulton Uvaysxonning bu qitimqi lashkariy yurishining maqsadi qiynotisini Mirza Ulug'bekning tahdididan qutuldirg'ach,
Farg'ona vodisini istilo qilib, shu orqali Mirza Ulug'bekni Qashqardan lashkar chekindirishga majburlash bo'lg'achqa, ko'nglida ancha xolab ketmasimi, ortiqcha bir nima deyolmagan edi. Amir Shayx Nuriddin kuyuqliga oziq-түлік yardım qilganning sirtida inisi Irazon Barin bilan sarkardasi Mirak Turkmanni bir tuman lashkar bilan hamdam bo'lishga avatdi. Ikki qo'shin Issiqko'l vodisida uchrashdi. Har kuni degdek Turpandan Chaparman mang'izib, Issiqko'l vodisidagi jang ahvolidan xabar ketib turgan Saydali olib, Sulton Uvaysxonning Mirza Ulug'bekning sarkardasi Sodiqxonning elisiga oldinib, ikki qitim yengilib qag'ili tosh qag'anligidan xabar topganda faqatla xotirjam bo'lolmadi. Oxiri Sulton Uvaysxonning ijozatini olmayla ming navkarini elib Issiqko'l vodisiga qarab yo'lga chiqdi. Nihoyatim afsuski, yarim yo'lda Sulton Uvaysxonning jasadini ip yongan sarkarda lashkarlar bilan uchrashdi. Bularning orasida Irazon Barin bilan Mirak Turkman bor edi. Bu ikki sarkardaning Turkistonga qaytmay, barliq lashkarlar bilan Mo'g'ulistonga kelishi Saydali olibga biroz g'alati tuyuldi. Demisimi, endi ularning Turpanga kelishining hojati qolmagan edi. Xonning o'lim ahvolidan to'liq xabar topgan Saydali olib, sarkarda Po'lat Bahodirni 5000 lashkar bilan kayniga yondirib, chegarini saqlashga, muhim ahvol ko'rilsa darhol ordini xabarlantirishga buyurdi-da, ondan Irazon Barin bilan Mirak Turkmanga yuzlandi. İkkileri cennet makam qibligahimizga köməklişib riyazat çekişdiler. Bunun için biz köp minnetdarmiz. Allah xalisa, kelar yil aytiyazı qaytadan lashkar tortimiz. Shu chaqda xabar berurmiz. Hozircha Turkistonga qaytib turishsizlar. Hurmatli Amir Shayx Nuriddin oliylariga salomimizni yetkazgayman. Olam panoh Amir Shayx Nuriddin oliylari kuyuğluning motam ta'ziyasiga qatnashmay, yarim yo'ldan qaytib kelganimizni bilsa bizga g'azab qiladi. Dedi Irazon Barin. Onun ustiga kaminalari ul boshpanahimizning inisi bo'lganligim uchun jannat makam marhum Sulton Uvaysxon oliylariga qiynog'i kelaman. Marhum xon oliylarining meyit namoziga daxil bo'lib, meyitini yerligida qo'yish, ozichik motamdor bo'lish, xonish oyim, shahzoda, malikalarga tasalli berish majburiyatimiz ham bordir. Shunga Amir Kabir janoblari yo'limizni to'simag'ay. Irazon Barinning ko'rsatgan sabablari yo'lliq edi. Saydali olib hech nima deyolmadi. Demisimi, urug' tuqqanlar aro o'lim pardasiga berish, hozirdarlar tasalli etib, ko'ngil qo'yish Turkiy qavmlarining an'anaviy qoida usuli edi. Onun ustiga bu ikki sarkardani Sulton Uvaysxonning taklifi bilan Amir Shayx Nuriddin avatgan bo'g'azqa birga elib mangan lashkarlarni Turkistonga qaytarib o'tish ishini Saydali olib tilga ilishni behab ko'rdi. Tang yo'lga ketib bo'lganda sarkardalar o'zi qilib qilib shunchalar lashkarni Turkistonga qaytarib olsin yaxshi bo'lmaydi. Chunki sarkardasiz lashkarning kutmagan ishlarni qilib qo'yish ehtimoli bor edi. Shuning bilan ular o'sha lashkarlar bilan Ilibaliqqa kelib, Sulton Uvaysxonning meyit namozini o'qidi, yerlikda qo'ydi. Ilibaliq G'ulji shahri debdi izohatda. Nima uchundir Saydali olib Sulton Uvaysxonni bo'g'isi To'g'liq Temirxonning mozoriga dafn qilmay, Ilibaliqqa ilib kelib, ayrim dafn qilgan edi. Turpanga qaytib kelgandan keyin Sulton Uvaysxonning hozisi qayta echildi. Yig'izlarni hisobga olmaganda o'rda tip-tinish edi. Amaliyotda bu ko'rinishga tinchlik edi. O'rdani yig'izlar bug'an hasrat qoplagandek qilgan bilan eng tuvan darajalik amirlardan tortib Ulusbegi Mir Muhammad Shoh, Amir Kabir Saydali olibgacha Sulton Uvaysxonning to'qal g'unchjalaridan tortib Xonish Davlat Sulton Malika, Kuntura Malikagacha hammalarning ko'zi bo'sh qolgan oshu taxtda edi. Sulton Uvaysxonning 13 yoshli xonzodasi Yunusxon bilan
12 yoshli xonzodasi Eson Bug'axondan qaysisini xon qilib tiklab taxtda o'ltirg'izish masalasida ularning ko'ngliga pukkan maqsad muddalari bor edi. Shu sababli bugun Shohnishinda qurultoy chaqirilgan edi. Texi gapning beshi boshlanmayda Ulug'bek Muhammad Shoh Amir Kabir Saydali oliblar bilan Mirazon Barin Mirak Turkmanlar o'rtasida ixtilof yuz berdi. Ulug'bek Muhammad Shoh bilan Amir Kabir Saydali olib kichik xonish kuntra og'chidan tug'ilgan ikkinchi xonzoda Eson Bug'axonni taxtda o'ltirg'usiz taklifini bergan edi. Biroq bu taklifga Mirazon Barin bilan Mirak Turkman qarshi chiqib, Cho'ng xonish Davlat Sulton Malikidan tug'ilgan Cho'ng xonzoda Yunusxonni taxtda o'ltirg'izishni yoqladi. Şunun bilan Shohnishinda birdinla jiddiy vaziyat shakllandi. Amirlar har ikki tarafning muddasini aniq tushunadi. Chunki kichik xonish kuntra og'ja Ulug'bek Mir Muhammad Shohning qizi Amir Kabir Saydali olibning navri singlisi edi. Cho'ng xonish Davlat Sulton Maliki bo'lsa, Mirazon Barinning jiyan qizi edi. Taxtda ikki xonzodadan qaysisi o'ltirsa, Bütkül Moğoliston tasarrufining huquqi tabiiy holda shularning qo'liga o'tib ketadi. Aqlliq chechanrak amirlar bu huquq talashish ko'rishidan o'zini qochirib, ifoda bildirishmay beshin ichiga tiqib olishgan edi. Har ikki tarafni qo'llab ifoda bildirishgan amirlar bor edi. Ot taxtiga Cho'ng xonzodaning varislik qilishi azaldan davomlashib kelayotgan saltanat yo'sinidir. Dedi Mirazon Barin qapqini turib. Janobi Ulug'bek hazratlarining o'z navrisi bo'lmish kichik xonzodani taxtda o'ltirg'izish muddasidan yenib, obo ajdodlarimiz davomlashtirib kelayotgan saltanat yo'sinlarini buzmasligini yana bir navbat tavsiya qilaman. Cho'ng xonzoda Yunusxon oliylarining ot taxtiga varislik qilib, saltanat tizginini qo'liga elishi qil sig'mas haqiqatdir. Bu haqiqatga ko'z yumib, jannat bakan xon oliylarining muborak ruhini qo'rindirib qo'ymag'aylar. Ulug'bek Mir Muhammad Shoh azaldan so'zga noqis, yavash odam edi. U Mirazon Baringa gap tepib bermay qimirlab qo'ydi va madad tilagandek jiyani Saydali olib qardi. Kichik xonzoda Eson Bug'axonni taxtda o'ltirg'izish Saydali olibning fikri edi. Şunu u bu muddasini amalga oshirish uchun belini mahkam bog'lagandek, o'zga fikrlarga qat'iy yo'l qo'ymaydigandek qiladi. Mirazon Barin janoblarining saltanat yo'sinlarini ziyoda pash qilishi behojatdir, dedi Saydali olib tamkinlik bilan. Janoblarining buyuk taxtigohimizga qadam keltirguniga texi endi 3 kun bo'ldi. Bizlar bo'lsak, obo ajdodlarimizdan tortib ushbu saltanatning qo'riqchiligini qilib, xon sultonlarga mahram bo'lib kelyapmiz. Shuni misollarga sep qo'ymoqchimanki, o'g'illari bo'lmish Amir Sayx Nuriddin oliylari jannat makon xon oliylariga qiynatib o'g'ili oran 14 yil bo'ldi. Ammo bizning ota-bobolarimizning ushbu saltanat posibonlari bilan qudubaji bo'lishib o'tganiga necha 10 yil bo'ldi. Mundaqcha aytganda, mana bizlar ul jannat makon saltanat posibonlari bilan qon qeyrindoshmiz. Oba ajdodlarimiz davomlashtirib kelayotgan saltanat yo'sinlarini janoblardan pishqiroq bilurmiz. Ushbu majlisga jam bo'lgan barliq amirlarning esida bo'lish kerak, dedi Saydali olib amirlarga yuzlanib turib. Ayni yili Cho'ng xonzoda tavallud qilganda marhum jannat makon xon oliylari u tunji farzandiga o'zi eng hurmatlaydigan baboy buzurglaridan Eson Bug'axon oliylarining muborak ism sharifini qo'yish orzusini bildirgan bo'lsa-mu, biroq xonish oliylarining taklifiga yuz kelanmay, ol orzusidan voz kechishga majbur bo'lgan edi. Keyin ikkinchi xonzoda tavallud qilganda farzandiga baboy buzurglarining ismini qo'yish orzusiga yetib, to'liq xursand bo'lganligiga shohidmiz. Gerçi Yunusxon Cho'ng xonzoda bo'lsa-mu, validasi ham ism sharifi yotdir. Shundoq ekan,
Ol xonzodaning saltanatga posibonlik qilish salohiyati ham yo'qdir. Ammo kichik xonzodaning ism-sharifidanla uning ushbu saltanatga posibon bo'lishga eng loyiq keldiganligi bilinib turibdi. Xonzoda Eson Bug'axon oliylari taxtda o'ltirsa, jannat makon xon oliylarining ruhi qo'rinish emas, texmi shodlang'usi. Bizlar kim amrlaridan am rozi bo'lg'usi. Irazam barin masxir orlash xirildab kuldi. Ism sharifiga qarab taxt varisi belgilash degan yo'sinni anglab boqmabdi ekanmiz. Nima degan bema'ni gap bu? Buyuk Mo'g'uliston ordusini donishmand, fozil, aqldorlarning dargohi deb angladim. Ammo mushundoq mantiqsiz suhbatga daxil bo'lib hayron qilyapman. Saydali olibning chiroyi suz tatardi. Rost aytadilar janoblari. Mo'g'uliston ordusi haqiqatan donishmand, fozil, farosatli kishilarning dargohidir. Ul dargohdagi amrlarning boshqalarni aralashtirmaymi? Saltanat ishlarini bartaraf qilg'uvchiligi ham bordir. Hayotdan beri o'zlarini aziz mehmon deb bilib izzat ko'rsatdik. Eng yaxshisi saltanat ishlarimizga aralashmasinlar. Yanglishdilar Amir Kabir janoblari. Garchi biz mehmon bo'lsakmi, Mo'g'uliston ordusining amrlaridan bo'lmasakmi, ammo cho'ng xonish oliylarining tog'isimiz. Ushbu majlisga cho'ng xonish oliylarining tavsiyasi bilan qatnashyapmiz. Shunga sizlarning bizni ushbu majlisdan qo'g'lash haqqilari yo'qdir. Biz faqat cho'ng xonish oliylarining farmoniga itoat qilamiz. Irazam barinning ha deganda cho'ng xonish degan so'zni urg'i bilan tilga elib, tahdid aralash cho'ng so'zlishi Saydali olibning g'azabini qo'zg'ab qo'ygan edi. U yalt etib xonish o'ltirgan tarafga qaradi. Orliqni ipak parda to'sib turgani uchun xonish Davlat Sulton Malikining chiroy ifodasini aniq ko'rolmadi. Saydali olib azaldan xonish Davlat Sulton Malikini cho'ng biladi. Ayniyle hamma nemisidan ayrilib sargardan bo'lib yurgan Sulton Uvaysxonga ota-onasining shuncha qarshilig'iga pisand qilmay yotliq bo'lgan bu jasoratli malikaga bakmi qoyil edi. Ammo bugünkidek taxt varisi belgilaydigan cho'ng ishda hissiyotga berilsa bo'lmaydiganligini obdan biladi. Shu topda Davlat Sulton xonish o'z o'g'lini taxtda o'ltirg'izishda chingtirib olsa, ro'yiga baxmay amal yo'q edi. Chunki xonishning amaliy huquqi bo'lmagani bilan nupuzi bor edi. Ammo ulusbegilik Amir Kabirlikdan iborat yuqori martaba bilan xonishning nupuzini cheklagilimi bo'ladi. Gap xonishga qanday usulda taqobil turish deydi. Bizmi ham xonish oliylarining farmoniga itoat qilamiz, dedi Saydali olib Irazam barinning ko'ziga qarab turib. Ammo xonish oliylarining saltanatning muhim cho'ng ishlariga nuqul tuqqandarsizlikni hisobga olib, yotlarni aralashtirib olmaydiganligiga, yotlarning gapiga kirib nizo adovatning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaydiganligiga ham ishonamiz. Saltanatning cho'ng muhim ishlarining qurultoy orqali qaror qilinadiganligini, undaq bo'lmaydi ekan, behuda qon to'kilishga sabab bo'ladiganligini xonish oliylarimi obdan biladi. Chunki bizlar ushbu saltanatning qonunliq amrlarimiz. Xonish oliylarini bizlar kim amrlarining qaroriga hurmat qiladi ham qo'llaydi degan umiddamiz. Pardaning orqasidan xonish Davlat Sulton Malikining yengil yo'talgan ovozi anglandi. Shu topda barliq amrlarning diqqati uningga markazlashgan edi. Xonish Davlat Sulton Malika qattiq tanqislikda qolgan edi. Albatta, u o'z o'g'lining taxt varisi bo'lishini chin yuragidan orzu qiladi. Texi tunigun kesh tog'si Irazam barin bilan ko'rishganda, garchi marhum xon oliylarining yana bir xonzodasi bo'lsa-mu, lekin o'g'lim Yunusxon cho'ng xonzodidir. Shuni taxtga albatta Yunusxon varislik qiladi. Amirlarning buningga boshqa fikrda bo'lishi mumkin emas,
deb muddasini oshkorlagan hamda tog'asining manchimi shundoq bo'lishga tegishlik, ammo taxt varisi belgilash ishida boshqalarning o'zgartishlik maqsad muddalari bo'lishi mumkin. Kichik xonzodim bor emasmi? Mayli boshqalar nima desin, sil xonzodlarini taxtga o'ltirish ishida har qanday maslahat kengashga o'rin bermislar. Gerçi qo'llarida amaliy huquq bo'lmasa-mu, cho'ng xonishlik martabalari bor. Silali bel qo'yib etmislar, boshqalarning boshqacha o'y xiyollari bo'lsa-mu, yo'l qo'yishga majbur bo'ladi. Men shahar sirtidagi qarorgohda turayotgan bir tuman otliq lashkarim bilan hamdamda bo'laman degan maslahatiga o'ylanmayli ma'qul bo'lgan edi. Ammo bugungi o'rda kengashida ahvol uning o'ylaganining aksicha bo'ldi. Ulusbegi Mir Muhammad Shoh bilan Amir Kabir Saydali Olibning kichik xonzoda Eson Bug'axonning ta'rifini og'inini ko'rib, dastlabda hong-tong qoldi. Ajablandi. Keyin ularning kichik xonish Kuntra og'jining dadasi bilan navra akasi ekanligini birdan esiga oldi-da, o'zining o'rnida haqiqatan yolg'iz ekanligini his qildi. Tog'zi Erazon borim bilan qattiq munozirlashgan Saydali Olibning garchi Yunusxon oliylari cho'ng xonzoda bo'lsa-mu, validasi ham ism sharfi yotdir degan so'zlari yuragiga xanjar bo'lib urildi. Shu daqiqada Xonish Davlat Sulton Malikining o'g'li Yunusxonni ot taxtiga o'ltirg'izish umidi butunlay yo'qqa chiqqan edi. Yanada hech ish bo'lmagandek bahramon o'tirgan Kuntra Xonishga qarab, vujudiga bir tinli yig'i olashdi. Lekin o'zini tutib oldi. U yig'i bilan hech ishning vujudga chiqmaydiganligini tushungan edi. Hokimiyatning eng chong huquqini tutib turgan bu ikki amirning biri kichik xonzodaning buvisi, yana biri navri tog'isi edi. Ular bilan qarshilashish Saydali olib aytgandek behuda qon to'kilishga sabab bo'ladi. Bayon Saydali olib bu gapni uni ogohlantirib aytgan edi. Tog'zi Erazon borimning qo'l ostidagi bir tuman Turkiston lashkari bilan necha tuman Mo'g'uliston lashkarlariga tankagili bo'lmaydi. Ish yomoniga tortib qolsa, behuda qon to'kilganni ozda o'g'lining jinini saqlab qololmaydi. Xonishning nopozga qattiq ishlangan Erazon borim o'rdadagi amirlarning ko'pinchisi Xonishni qo'llaydi, cho'ng xonzodaning taxt varisi bo'lishi qil sig'maydigan haqiqat deb cho'pni xato so'qib, ham qo'lidagi bir tuman lashkarga ishinib, oshundoq cho'ng so'zlagan ishning yomon oqibatini o'ylamagan edi. Saydali Olibni haqqoniyatchi, har qancha bo'lsa-mu cho'ng xonzodani qayirib qo'yib, kichik xonzodani taxtga o'ltirg'izish taklifini qo'llamaydi deb o'ylagan Xonish qattiq xatolashganligini, shu topda vaziyatning qil ustida turayotganligini his qildi. U sukut qilib turaveradigan bo'lsa, Tog'zi Erazon borin Saydali Olibga hargiz yo'l qo'ymaydi. U chog'da kengash buzilib, dahshatli qirg'inchilik yuz beradi. Buning oqibatini mo'ljallamak to'liq qiyin edi. Butkul xonlikning lashkariy huquqini tutib turgan Saydali Olibga boshqa amirlarning ha deganda qarshi chiqa olishi mumkin emas edi. Navoda cho'ng xonzodani taxtga o'ltirg'izadigan taqdirdimi, texi amdil 13 yoshga kirgan o'smirning hokimiyat ishlarining huddasidan chiqa olishi notayin edi. Yana Ulusbegi bilan Amir Kabirning og'ziga qarab qoladi. Navoda cho'ng xonzodaning hayotiga xavf kelsa, talasgan toji taxt yana tabiiy holda kichik xonzodaga qoladi. Xonishning taxtda o'ltirgan o'g'lini ehtimol zo'r bo'lgan suiqasd, xiyim xatardan qo'g'dab qola olishi ham notayin edi. Tog'zi Erazon borimning bir tuman lashkarining Mo'g'uliston zaminida davomli turaverishi hamda bu ona bolani uzoqqa qo'g'day olishi mumkin emas edi. Mushlarni xiyoldan o'tkazgan Xonish Davlat Sulton Malika hasratlik ufsindi. Bo'ldi, tilashmanglar, dedi u o'rnidan turib. Marhumxon oliylarining kirpikiga to'piquna qo'ymaylar, taxt g'avg'os qilishsa sayt emasmi? Her ikki xonzoda marhumxon oliylarining o'z pushtidir. Qaysi taxtda o'ltirsa o'xshash. Ulusbek hazratlari bilan Amir Kabir janoblari kichik xonzodani muvofiq ko'rgan bo'lsa, saltanatga shu posiban bo'lib, otasining toji taxtiga varislik qilsin.
Bununlıq bilan cho'ng xonzoda taxt saltanatsiz qolmas. Endi bu ishlar to'g'riliq g'avg'o ko'tarmagaysizlar. Xonish Davlat Sulton Malika gapini deb bo'lib taqqida orqasiga o'rilib, taxtning yanidagi yon eshik bilan shohnishindan chiqib ketdi. Xonishning chiqib ketganini ko'rgan Irazon Borin bilan Mirak Turkman lossida bo'shashdi. Endi ularning Saydali olib bilan yana qarshilashishga yo'li qolmagan edi. Yursizlar sarkarda, bizmi chiqib ketaylik, dedi Irazon Borin Mirak Turkmanga qarab, boshqalarga ongtib turib so'zlab. Qo'lidagi huquq martabasiga tayinib ojizlarga zo'migarlik qilishni ravo ko'rgan, adl adolat payxon bo'lgan bu dargohda endi bir daqiqa turishga toqatimiz yo'qdir. Yaratgan egasi adolatga o'zi homiy bo'lg'ay. Saydali olib lom jim demidi. Maqsad muddasiga to'liq yetgan bo'lsa-mu, g'oliblikqa tantana qilib kulanmadi. Vijdon g'ururining oldida bechorlarcha so'roqqa tortilayotgan bu sarkardining yuragi shu topda kavobdek pishildab yotadi. Chiroyi qizirib ketgan edi. Shundoq qilib, Sulton Uvaysxonning ikkinchi xonzodasi 12 yoshlik Eson Bug'oxon Buyuk Mo'g'uliston taxtida o'ltirishga muvaffaq bo'ldi. Yana 3 kundan keyin Xonish Davlat Sulton Malika boshchiligida yo'lga chiqqan g'oyat zo'r karvon Turpan shahridan chiqib ketdi. Ularning keyindan hech kim o'stib chiqmadi. To'ygining ustiga o'rnatilgan hashamatlik bezalgan mahmilda o'tirgan Xonish ob-havosiga o'xshash mehri issiq bu shahardan ayrilishga ko'zi qiymagandek atrofga to'ymay qaraydi. Mahmil degan o'ldirib safar qilish uchun to'ygi ustiga o'rnatilgan kajua deb to'zag'atdi. Qiniq surilgan surmisi yig'idan ishib qizirib ketgan ko'zlaridagi mung hasratni yopolmagan edi. Esil qora arg'amoqqa minib olgan Xonzoda Yunusxon bo'lsa, pat-pat orqasiga qarab qo'yatdi. Mahkam turilgan qo'shimlari ostidagi chiroyli ko'zlari to'liq xiyolchan ko'rinadi. Bolalikqa chiqib turgan chiroyidan nima uchun kindik qani to'kilgan bu tuproqni tashlab ketmoqchi bo'lganligining sababini bildiganligi chiqib turadi. Lekin nimani xiyol qilayotganligini bilmak qiyin edi. Kichik xonzoda Eson Bug'oxonning taxtda o'ltirganiga qoyil bo'lmagan bir qism amirlarmi ularga ergashgan bo'lib, ularni butun jaddi jamoatini birga etmangan edi. Bu g'oyat zo'r karvonni Irazon Borin bilan Mirak Turkmanning bir tuman kishilik qo'shini qo'g'dab mangan edi. Milodiya 1430-yil ko'klam fasli. Havoning ilishiga ergishib, Qashqar shahrining jon tomiri hisoblangan tuman daryosi bilan Qizil daryosiga ergish suvi kelishga boshlagan edi. Dehqonlar allaqachon atiyozlik terilg'usini boshlab o'tgan, etis qirlarda ko'k teriyotgan bolalar, qiz juvonlar mangdamda bir uchraydi. Shaharga saptatib kirayotgan karvon to'g'ilarining ko'ldirmalari tinimsiz jiringlab, qishdan beri xeyli jimib qolgan bu qadimiy shaharning rastlarini qaytadan ovotlashtirishga boshlagan edi. Azaldan hunar kasb, savdosi, tijoratga mohir Qashqar xalqi bomdod namozdan keyinla ko'cha rastlarni, o'yli do'konlarning oldini serib supurib, suv ichib, kun chiqishdan avval bir kunlik tirikchilik mashg'ulotini boshlab o'tgan edi. Mirza Xo'ja Sharif Qashqari isyon ko'tarib, Amir Said Ahmad Mirzani qo'g'lab chiqarib, Qashqarni Mirza Ulug'bekka qo'sh qo'llab sungandan beri Mirza Ulug'bek tarafidan Qashqarning amirligiga tayinlangan Sulton Malik Davlatga qarshi bir qancha qitimliq to'polonni hisobga olmaganda, Qashqar shahrida cho'ngroq jangi jidal, urush qirg'inchilik yuz bermadi. Ammo Qashqarning yerlik aholisi bey to'rlari bilan Samarqanddan kelgan sarkarda lashkarlar orasida surkilish pat-pat yuz berib turadi. Qashqarning ma'muriy va lashkariy huquqini qo'lida tutib turgan Sulton Malik Davlat yerliklarga nisbatan qattiq boshqarish, Qashqarni muhofazat qilib turgan Samarqand lashkarlariga nisbatan ixtiyoriga qo'yib etish, ro'yiga berish siyosatini yurgizgan edi.
Qashqarni kontrol qilib turgan bir tumandan ortiq Samarqand lashkarlari turmush lozimatliklarini o'zi xohlagan bahoda setib oladi. Yerlik kishilarning meliga baho qo'yish, baho tolishish huquqi yo'q edi. Ko'zga chiroyli ko'ringan qiz juvonlarga xohlagancha bakqiliqlik qiladi. Shu sababli qiz juvonlar yuraklik holda ko'cha rastlarga chiqolmaydigan bo'lib qolgan edi. Hatto orlab degidek Samarqand lashkarlari bilan yerlik kishilar o'rtasida surkilish yuz beradi. Ammo bu mojarolar yerliklarning ziyon tortishi badligiga besiq turiladi. Bu tangsizlik chidamagan Qashqar xalqi Samarqanddagi Mirza Ulug'bek huzuriga to'xtamay arznoma avatdi. Mirza Ulug'bek Qashqar xalqini xotirjam qilish uchun Sulton Malik Tug'lotni Samarqandga qaytarib kelib, uning o'rniga Pirhoji Muhammad Shoyastani Qashqarga amir qilib avatdi. Pirhoji Muhammad Shoyasta Qashqarga kelgandan keyin Samarqand lashkarlariga bo'lgan boshqarishni xeyli kuchaytirdi. Yerlik kishilarning arzdodini odillik bilan so'radi. Bu mezgilda Sulton Uvaysxon Mo'ng'ullarga qarshi jang qilish bilan bo'lib ketib, Qashqarni qaytarib olishga lashkar avatlanmadi. Shu sababli Qashqar xalqining Samarqand saltanatining istilochiligiga qarshi harakatlari xeyli pastgo'yga tushib qolgan edi. Issiqko'l vodisidagi jangda Sulton Uvaysxonning qilichidan mangtast qutulib qolgan Mirza Sotiqxon Andijonga bekinib olgandan keyin yov ahvolini tintinglash uchun avatgan ayg'oqchilardan Sulton Uvaysxonning qazo qilganligi sababli sarkarda lashkarlarining chekinganlik xabarini olib, raqibidan ziyod ehtiyot qilib, oldirab tenab Andijonga bekinib olib, fursatni qo'ldan berib qo'yganligiga to'limi o'kindi. Albatta, bu ahvoldan Mirza Ulug'bekka aynan ma'lumot yetkazsa, jazoga tortiladi. Shunga Mirza Ulug'bekka Sulton Uvaysxonni o'z qo'lim bilan o'ldirib, Mo'g'uliston lashkarlarini butunlay tarmar qildim deb ma'lumot yo'lladi. Bu ma'lumotga ishongan Mirza Ulug'bek Mo'g'uliston sarkarlarining xonning qisosini olish uchun barliq kuchini to'plab Qashqarga hujum qilishdan ansirab, Sotiqxonga darhol Qashqarni mudofaa qilish farmoni tushirdi. Farmonni topshirib olgan Sotiqxon bosh bahorda Qashqarga yetib keldi. Shunun bilan Sulton Uvaysxonni Mirza Sotiqxonning o'ldirganligi haqidagi xabar butkul Qashqarga purib ketdi. Aslida Sulton Uvaysxonning Issiqko'l vodisida Mirza Ulug'bekning sarkarda lashkarlari bilan jang qilayotganligidan xabar topgan Qashqar xalqi pot yaqinda uning Qashqarni qaytarib olib, o'zlarini istilochilarning zulmidan qutuldirib olganligiga ishonch bog'lab, zo'r umidda bo'lgan edi. Kutmaganda yana bir tumandan ortiq Samarqand lashkarlarining Qashqarga yetib kelishi bilan tang tarqalgan bu shum xabar ularning orzu umidlarini ko'pikka aylantirib etdi. Anglashdilimi? Sulton Uvaysxon oliylar qazo qildi. Issiqko'ldagi jangda Samarqand lashkarlaridan qattiq yengilib qolibdimish. O'lishgan shahar kirganlar xon lashkarlarini yengib olgan g'oliblarmish. Ah xudo, beshimizga yana qandoq eg'ir kunlar kelar endi. Shuni deslar, necha yildan beri Samarqand lashkarlarini beqiyotganimiz oz kelgandek, yana bir patmon lashkar keldayna. Topshiradigan olgan siliqlarimiz ko'paydigan bo'ldi. Jon baxmoq tasga tushadigan o'xshaydi. Sulton Uvaysxon oliylari to'liq adolatlik podshoh ekanmish. Yotgan yeri jannatda bo'lg'ay. Yaratgan Alloh egam Samarqandliklarning zulmidan o'zi qutuldirg'ay. Jannat makon xon oliylarini Samarqandliklarning Sotiqxon otliq sarkardasi o'ldiribdimish. Xudoyim jojisini beri o Sotiqxonning. Manqayslar maqso. Xudodan tilab yurandikmi shunda? Amsi bizning qo'limizdan nima keldi? Shuni deysizlar. Xon oliylarimi tankilanmagan tursa. Qoraquul Ahmad Mirza bo'lgan bo'lsa-mu bir ish tavirtatdi. Rost, Qoraquul Ahmad Mirza g'oyib bo'lib ketdi ya, ajab. Samarqandga ketibdimish. Yo'q, Makkaga ketibdimish. Pirhoji Muhammad Shoyasta nurg'un oltin kumush yo'lliq tutib hayz safarga mong'izibdimish. Tova,
Qoraquul Ahmad Mirzadek bahodir kishi oltin kumushga setilgan bo'lsa, bizda umid qolmabdi juma. Xalqning fitna fasadlarga ishonmaslar hojim. Qoraquul Ahmad Mirza oltin kumushga setiladigan odam emas. Qandoqligini bir Alloh biladi. Samarqand lashkarlarining zulmi yana ko'paydigan bo'ldi. Har holda xotin qizlarimizga izi bo'laydi. Bir yaxshilik bo'lib qolar. Allah egan bandasiga zulmni bir umr ravo ko'rmas. Shundoq Allohning amrisiz qil tabrimaydi. Saduxonning Qashqarga kelishi bilan boshlangan bu bosh oxiri yo'q paranglar bir necha kundan keyin asta-asta besiqib qoldi. Ammo kishilarning chiroyidagi vahima, ko'zlaridagi tashvish yo'qolmagan edi. Qashqar xalqi texnik ehtiyotchan bo'lib qolgan edi. Gugum mezgili. Tuman daryosi bo'yiga joylashgan Ko'zchi Yorbeshi mahallasi odatdan tashqari timtaslikqa cho'mgan edi. Odatdagi shahar aholisining o'yinlaridan ancha farqlanib ketmaydigan Qo'roning oddiy saramjonlashtirilgan mehmonxonasida bir-biridan baslik kelgan 6 yigit o'tirg'a selingan dasturxonni cho'rida o'tirishyapti. Dasturxonda bir necha taxsa quruq yelimishdan boshqa bir mislaganda qo'y go'shti, yana bir yog'och tovoqda to'g'ri go'shti bor edi. Mehmonlarning g'izoga toza tovi yo'qmi, tuzuk yeyilmagan go'shtlar allaqachon sovib qolgan edi. Ular qilishadigan parani tugab qoldimi yoki yana bir hamrohini saqlab atganmi, aytavur untinsiz o'tirishyapti. Mehmonxonani chivin usti onqanqudek jimjitlik bosgan edi. Shu asnoda 50 yoshlar o'pchiristiki qarmutuq doğulaq kelgan bir kishi Patnosda 2 hijr o'g'ir ko'tarib kirib keldida Patnosni avval o'ng tarafga mehmonga tutdi. Hijr yerlik usulda oddiy qilib yoslab pishirilgan, ichki tarafi sirlangan sapal qacha deb izohatdi. Qani asla bir qo'shiqdan o'g'ir ishga turaydi. Mehmonlar o'g'ir usulgan hijrni ikki qo'llab avaylab ilib dasturxonga qo'ydi. Doğulaq kishi chiqib ketib, ayol o'tmay Patnosda yana 2 hijr o'g'ir ko'tarib kirib, yana 2 mehmonga hurmat bilan tutdi. Shu yo'sinda mehmonlarning oldiga bir hijrdan o'g'ir keltirildi. Go'shtning sho'rpisiga chamg'ur, savza, yumg'oqsiz selib chochda kesib etilgan o'g'ri to'limi o'xshagan edi. Mehmonlar olsılar baxsılar deyishgandan keyin hijrni qo'llariga ilib, o'g'irni yog'och qo'shiq bilan oldirmay ichishga boshladi. Eng oxirida o'ziga bir hijr osh ko'tarib kirgan sohibxona asta kelib pagada supning devida o'ltirdi va chiroylaridan allaqandoq taqozolik chiqib turgan yigitlarga qarab eg'iz ochdi. Mirza ajab kechikib qoldi tang. Ulgurib kelgan bo'lsa bir chin issiq osh ichib oladi. Gap qala. Dedi to'rda o'tirgan tumarchi burut qo'ygan yigit. Bir ish bilan hayal bo'lib qolgan chig'i. Ular terlab o'tirib bir hijr o'g'irni ichib tugatgan vaqtda ishikda 40-50 yoshlar chamisidagi qo'shma qosliq, qansharliq, ko'kish ko'zlari to'lmi o'tkir, shop burutlari misrang chiroyiga xo'ymi yarashgan, baslik, tambal kelgan bir kishi assalomu alaykum degunicha paydo bo'ldi. Avval sahibxona, ondan keyin mehmon yigitlar turli o'rinlardan turib, va alaykum assalom deyishgunicha salomni ilib hurmat bildirishdi. Bu yigit Mirza Saduxon lashkarlarini boshlab Qashqarga kelganda Qashqar xalqi ismini tilga ilib, devrikini qilishgan Qoraquul Ahmad Mirza edi. Qoraquul Ahmad Mirza avval sahibxona bilan, keyin mehmon yigitlar bilan bir-birlab qo'l elishib ko'rishdi. Ahvol so'rashdi. Yigitlar uni taklif qilib to'rga o'tirg'izishdi. U to'rga joylashib o'tirgandan keyin duoga qo'l ko'tarib Fotiha o'qidi. Ondan o'tirganlardan qaytadan omonlik so'radi. Shu arada sahibxona chiqib ketib, Patnosda bir hijr o'g'ri ko'tarib kirdi. "Asla mirzam, shug'nisi osh ozroq so'yib qopti", dedi Patnosni tanlab. "Rahmat", dedi Qoraquul Ahmad Mirza hijrni qo'liga ilib. Atigan otli bilan nashta qilgancha qo'shqim qo'yma ochgan edi. Xo'sh, oshqa kelili. Otla Uyg'urlarning qadimiy taomlaridan biri.
Oq unni qo'ymay bilan qo'rib etiladigan suyuq tamoq, debdi izohatda. Xo'sh baxsizlar, deyishdi mehmonlar. Qarqul Ahmad Mirza oshni ichib bo'lguncha hech kim gap qilmadi. Bu yoqqa mangay deb tursam, ostonaga mang'izgan oyg'oqchi qaytib keldi, dedi Qarqul Ahmad Mirza quruq hijrni dasturxonga qo'yib turib. Yana bir qo'shqa shakiray, dedi sohibxona Qarqul Ahmad Mirzaning so'zini bilib. Rahmat, endi osh akirmisizlar, dedi Qarqul Ahmad Mirza yo'g'on alqanlar bilan hijrning og'zini yepib turib. Sohibxona qayta zo'rlamadi. Amisi go'shtga ig'izdagsizlar, so'g'uq go'sht yeyishlik bo'ladi. Voy, qo'llari suv berishni unutibdiman. Sohibxona das o'rnidan turib, shikudagi obdovchilabchini ilib, Qarqul Ahmad Mirzaning qo'liga suv berdi. Qo'lini chayqab olgan Qarqul Ahmad Mirza yegandan bir parcha go'shtni ilib turib, hamrohlariga yuzlandi. Ikkinchi xonzoda Isanbug'a xon marhum xon otasining taxtiga varislik qilib, sultonlik tojini kiyibdi. Ajab ish. Cho'ng xonzoda o'ltirmay, kichik xonzoda o'ltiribdi ya, dedi oqseriq kelgan yigit Mirzaning gapini bilib. Men kichik xonzodaning taxtda o'ltirishini oldin ola pamlagan, dedi Qarqul Ahmad Mirza bir loqma go'shtni chaynab yutayotgandan keyin. Chunki kichik xonzoda Isanbug'a xon Ulug'bek Muhammad Shoh hazratlari nevra Amirga bir saydali olib jiyan keladi. Cho'ng xonzoda Yunusbek sultonning bo'lsa, o'rdada xonish validasidan boshqa birmi yo'lanchiki yo'q. Bo'lsa Amir Shayx Nuriddin oliylari bo'lsa, Iroq Turkistondadir. Haros, Amir Shayx Nuriddin oliylari marhum sulton Uvaysxon oliylariga ko'maklashish uchun inisi Mirza Irazon borim bilan sarkarchisi Mirah Turkmanni bir tuman lashkar bilan Issiqko'l vodisiga avatgan ekan. Xon oliylari qazo qilgandan keyin ular ostonaga borgan o'xshaydi. O'rdadagi kengashda taxt varisini belgilash ishida ular g'ovg'o ko'tarib, Ulug'bek Muhammad Shoh hazratlari bilan Amirga bir saydali olib xeyli topdan qilganligi ma'lum. Oxirgi hisobda xonish davlat sulton malika kichik xonzodaning taxtda o'ltirishiga yo'l qo'yib, g'ovg'oni besiq turibdi. Endi cho'ng xonzodani elib turpandan chiqib ketibdi. Xonishning nega ketganligidan ma'lumot bormi? Bunisi texi noma'lum. Ba'zilar xonishni Turkistonga otasining dargohiga ketibdi deyishyapti. Yana ba'zilar Irazon borim bilan Mirah Turkman xonzoda Yunusbek sultonni elib Mirza Ulug'bekka arz qilish uchun Samarqandga ketibdi deyishyapti. Bu ish Mirza Ulug'bekka bahona bo'lib bermasa bo'ladi. Qandoq deylar? Mirza Ulug'bek cho'ng xonzodaga taxtni ep berishni bahona qilib turponga lashkar tortib qolarmikin deymina, dedi ko'z chiroy yopma qapoq yigit. Mushundoqmi qilarmi? So'radi oq pishmoq yuzda tortiqi bor yigit. Bir nima deb bo'lmaydi, dedi ko'z chiroy yigit. Anglashimcha Irazon borim Mirza Ulug'bekning cho'ng xonzodasi Abdullatif Mirzaga qizni bergan ekan. Mirza Ulug'bek bu Qudusning yuzini qilmagandimi, o'g'lining talabini yerda qo'ymas deyman. Eng muhimi hukmdorlar tasarruf doirasini kengaytirish, qo'shinlarning zaminni istilo qilish uchun bahona izlaydi emasmi? Cho'ng xonzoda Yunusbek sultonning u yoqlarga berishi, uning xo'ymi bilan bahona bo'lib berishi mumkin. Notayin, dedi Qarqul Ahmad Mirza o'ylangan holda. Pamimcha Mirza Ulug'bek 13 yoshlik bir go'dak xonzodani deb hargiz tavakkul qilmaydi. Hozircha Qashqarning tasarrufiga og'iniga qanoat qilishi mumkin. Uning sizmi Mirza Ulug'bekning ko'ngli toza xotirjam emasmish. Samarqand ulamolari Mirza Ulug'bekning falakiyot ilmiga ziyoda maftun bo'lib ketib, Alloh shak keltirgan dahriyligiga norozi ekan. Falakiyot ilmi astronomiya debdi izohatda. Anglashimcha Mirza Ulug'bek kechalari uxlamay ustirlab deydigan bir asbob bilan osmon qarab yulduzlarni kuzatamish. Ordusig'im sapli o'ziga o'xshash dahriylarni yig'ib olganmish. Ustirlab degani oy yulduz osmon jismlarini kuzatadigan asbob debdi izohatda. Teleskop qo'dayman.
Yo, Parvardigor, sepi o'zdim murtatlik bo'p, dedi sohibxona yoqasini tutib. Ol Dahriy Sultanning ishini qo'yib, o'zimizning gapiga kelaylik, dedi Qoraqul Ahmad Mirzo o'ltirganlarga tekshi nazar tashlab. Hammalarga ma'lum, munofiq Xo'ja Sharif Mirzo isyon ko'tarib Qashqarning Samarqand taxtigohiga tava qilgandan beri g'ururimiz payxon bo'lib, dard hasrat ilkida yashab kelyapmiz. Avam ra'yat bu qora kunlardan qutulishga tashna bo'lmoqda. Gerçi ul tajavuzchilar qarşı bir neçe nöbet kötürülüp çıkan bolsaqmı, muntazim maharet terbiyesi görgen lezkerlerimiz bulmağaşqa, Samarqand lezkerlerine tenkilenmey, Sultan Malik Doğulatının qattiq bastırıp qırğın qılışığı duçar bulduk. Yani tehi öz yurtumuzda aşkar yürenmey, taqib astıda mükünüp yerişki mecbur boluvatımız. Hala bugünkü gün kelgende kötürenmisan sangıltıva al degendek, Mirza Satuxan yana bir tuman lashkar boshlab keldi. Ular Sultan Uvaysxon oliylarini shahid qilganini oz deb tap totmay ko'ranglayotdi. Endi bu qon qisosga sukut qilib turaversak, bu xo'rliqqa beshimizni ichimizga tiqib chidaversak, yigitligimizga zinhor qo'yib kelmas. Har birlarini uzundan beri mushkulotlarda sinalgan birodarlarim, shundaqla onasi ujukiga shumak selib boqqan haqiqiy o'g'avullar, erkak deb bilganligim uchun bu dasturxonga alohida jalb qildim. Gapni ochiqlab beray. Men Mirza Satuxonni o'ldirib, marhum Jannat Makonxon oliylarining qisosini olmoqchi, hamda ul bosqinchilarga Qashqar yigitlarining uncha yavash, savarchan emasligini bildirib qo'ymoqchi. Bilmadim, har birlarining kamini bilan ko'maklashishga jur'ati bormi? Chaza qurib o'ltirgan yigitlar darhol yukinib, qaddini ruslab javob berishdi. Mirza janoblarining bizga shunchalik ishonginiga rahmat. Xon oliylarining qisosini elish, el yurtning ornumusini oqlash uchun jinimiz paydo. Janobi bahodirlarning jasoratiga tasanno, dedi Qoraqul Ahmad Mirzo mamnunlik bilan. Mirza Satuxon Qashqarga lashkar boshlab kelgandan beri Amir Piroji Muhammad Shoyasti bilan o'ttirsida xeyli cho'ng ixtilof yuz berganligi ma'lum. Ta'mimcha Mirza Satuxon Mirza Ulug'bekning yorlig'iga binoan Qashqarni qo'g'dashga keldim deb o'zini cho'ng tutgan bo'lishi, Amir Piroji Muhammad Shoyasti bo'lsa, o'zini Qashqarning amriman deb yo'l qo'ymagan bo'lishi mumkin. Shul boisdan bo'lish kerak, yaqindan beri shaharda xufiya bayloqchilarning taqibi xeyli bo'shab qoldi. Lashkargohlardimi mayxo'rliq, bazma, qimorvozlik avjiga chiqdi. Ta'mimcha ular xudini yo'qotib, bexud holatda turyotdi. Bu bizning qo'l silishimizga to'liq foydali. Men Mirza Satuxonning lashkargohidagi turalg'usini aniqlab chiqdim. Ati tun tang bilan qo'l solaydi. Tayinliq qo'l solgandan keyin Piroji Muhammad Shoyastini biroq joylab etmaymizmi Mirzo? Dedi ko'k ko'zli yigit. Agar shunday qilsak-ku, u ichki sarkarning beshini biroqli temdan judo qilib, lashkarlarini yo'lboshchisiz qoldirib qo'yatdiq, dedi oqserik kelgan yigit hamrohining so'zini quvvatlab. Sarkarlardan ayrilgan lashkarlar o'zligidan Qashqarni tashlab Samarqandga ketdi. Ikki ishqa biroqli tavakkul qilsak yaxshi bo'lmas, dedi Qoraqul Ahmad Mirzo so'g'uqqanlik bilan. Navoda ishimiz aplashmay qolsa, hech qaysi ishni vujudga chiqarolmaydig'ida qolamiz. Uning ustiga bu ikki sarkardaga tang qo'l silish uchun bo'linib harakat qilishimizga to'g'ri keladi. O'l chog'da yetishmay qolamiz. Uchirg'anlik odamni bu ishga sherik qilsa qamlashmas. Yana bir tarafdan aytganda, Piroji Muhammad Shoyasti tulkidek hiylagar, to'shqandek ehtiyotchan odam. Uningga qo'l silish uncha oson emas. Eng yaxshisi, avval Mirza Satuxonning ishini bir taraf qilaylik. Sultan Uvaysxonni o'ltirdim deb ko'ranglab ketgan ul Mirza shu kunlarda to'lima beg'amdir. Piroji Muhammad Shoyastiga navbat kelib qoladi. Ular maslahatni pishirib olishgandan keyin xubdan namozni birlikda o'qib olib tarqab ketishdi.
Hörmətli anlıqçılar, bugün kitabni müş yergacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anlığınızlarga rahmat. Xeyir xo'sh, aman bo'lgaysizlar.